Salom bolalar, sizlar bilan Maxsiz. Bizlar mana bunaqa Minecraftda server kirib o'rgandik. Sizlarga ham o'rgataman hozir. O'rganish uchun obuna va like bosinglar. Bolalar, bu serverga kirish uchun o'zingizni ismingizni nima qilish uchun bu ismingizga oxirgi bir xohlagan son qo'yamiz. Keyin esa playni bosib, buni bosib, mana bu serverga kiradigan joyga o'zlarining ismlarini yozinglar. Yozamiz hozir. Maxsiz. Keyin esa bu yerga play nuqta pvp craft .ru deymiz. Keyin esa add server deganni bosib creative world bosamiz. Keyin esa chiqamiz. Bu yerda chiqadi birinchisi. Lekin buning uchun 5 ta odam emas, 20 tadan ko'p bo'lishi kerak. Men kirmaydi hozir. 20 tadan ko'p bo'lishi kerak shuning uchun. Keyin esa yana ikkinchi serverda yana bosamiz. Bu yerga yana bitta ism yozamiz. Keyin bu yerga haligi yozuvni yozamiz. Haligi so'zni yozamiz. pvp keyin craft keyin .ru. Nuqta virgul emas, nuqta qo'yamiz. Keyin bu yerda 19132 degan joyga 2 ni o'chirib 6 qo'yamiz. Keyin esa add serverni bosib, keyin creative bosamiz. Bu yerdan chiqamiz. Bu Bedwars o'yin bu. Mana Bedwars deb qo'yibdi. Bu yerda 12 ta odam. Yana bunga ham kirib bo'lmaydi. 20 ta odam bo'lgandan keyin kiriladi. Bu ko'p odam, 20 ta odam bo'lgandan keyin yana отдельный video olaman men. Mana kirmayapti, qaranglar. Mana bu shu 20 bo'lishi kerak. Mana bu ham 20 bo'lishi kerak, mana bu ham 20 bo'lishi kerak. Keyin esa mana bu ustidan bossanglar kiriladi. Bu lekin 6 ta va 12 ta odam. Keyin kiriladi. Bu kirgandan keyin yana отдельный video olamiz zo'r qilib. Bunisi birinchida turgani Bedwars bu. Mana bu Bedwars. Bu har turli PvP'si bor bu nimalar. Ko'ringlarmi? Mana bu Bedwars. Ko'p odamlar bilan o'ynasa bo'ladi, lekin bu da 12 ta odam. Xayr.